Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli Chorvosh bozori, Chinoz.uz obunachilari. Bugun 2026-yil 11-fevral hafta chorshanba kuni. Yangiyo'l tumani Yangiyo'l mol bozoridan qo'y bozoriga o'tdik. Qo'ylarning yaqin videosi qilaman. Assalomu alaykum. Qo'ylar yaqin videosi qilaman, ekran uzoqlashmasdan, xudo xohlasa ishni boshlaydi. Like bosib qo'ying obunachilar, boshlaydi. Hasan aka qancha sotildi? Assalomu alaykum. Musa aytgan o'zi qancha ketdi? Assalomu alaykum. 700 bo'ldi. 67 ga ikkita qo'shqorimiz. Ertalab ikkita sotgan. Bo'ldi akajonim, joningiz sog' bo'lsin. 67 ga bo'ldi. Assalomu alaykum. Qo'shqorlar xudo xohlasa boqaman Deganga mana Musabek sotyapti. Qo'shqorlar sog'lom. Tanajoni sogʼ. Yevishga bir qancha javob berdi. Mana akalar bir hafta javob bilan olib ketishyapti. 67 ga. Yevishga bir qancha javob berdi mana. Bir hafta Yevishga. Bo'ldi aka. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin, gap yo'q lekin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli akalar. Hurmatli obunachilar, qo'z ishqozlari, qo'z olaman deganlarga yirik sog'lom qo'zda keldi aka. 26 ni qo'z. Aka ko'ryapsiz, sog'lom. Aka bu necha oylik bular? 4 oylik. 5 oy. Ey tog'am, assalomu alaykum, hormang. 4 oylik qo'zilar. Bo'ldi, muammo yo'q. Surxondaryomi? Odam ko'rganmi? Chinoz ishlagan. Qo'ylar sog'lom. Qayerdan keldilar aka? Surxondaryo. Surxondaryoning qo'ylari. Hisorlar, bolalar aka. Hammasi qo'shqormi aka? To'rtta sog'ligi bor. Ichida nechta jamiyatda hozir? 20 tadan 4 tasi sog'liq, boshqa 16 tasi qo'shqorcha. 4 oylik qo'zilar mana akalar. Ham sut to'ygan. Aka mana shu kattalari tirik vazni qancha chiqadi? Endi u plasini topmaymiz. 30 kilo chiqadi, 35 kilo. Ha, chiqadi. Chiqadi. Ko'ryapsiz mana. 35 kilo chiqadi. Chiqadi. Okalar sog'lom, yeb ichishga bir hafta o'nga javob beriladigan qo'zilar keldi mana. Aka bular narxi qanaqa bo'lyapti endi? 4 dan deyapmiz, 4 million so'rayapsiz. Kami bor-a? Bor. 4 milliondan kami bor sog'lom qo'shqorlar. Bozor qancha qil sir bo'lmasa. Hozir endi Keldinglar. Endi bog'landi, hatto endi o'tibdi. Xudo bo'lsa, qo'yish kelaverasizlar. Sog'lom qo'y olaman deganlar, zo'rni olaman deganlarga ham uzun ekan. Aka qarang. quloqlari butun. Mana uzunligini qarang mana bularni. Uzun. Olgan odam quloqlari butun, olgan odam baraka topadi. To'g'rimi aka? Sotoratdi. Akalar kelasizlar, xudo tanlab olaverasizlar, zo'rini. Mana. Haqiqatan zo'rlari keldi mana. Gap bo'lmaydi, to'g'ri? Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayr bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli. Bu ham qo'zilarga o'tdi aka. Xudo xolasa sog'lom qo'zilar keldi. Xayr qo'ylar aka. Zomin qo'ylar. Zomin. Jizzax viloyati Zomin tumanidan qo'yni zo'rlab olib keldingiz. Necha bosh aka jamiyatda? 30 bosh aka. 30 bosh. Bu tomonda 15 ta, Bu tomonda 15 ta. Qo'chqorni hammasi aka. Qo'chqoramiz. Hammasi xudo xolasa sog'lom qo'zilar. Qo'zlaramiz. Yeb ichlariga, tani Bir hafta garantiya, javob bir hafta beriladigan. bizga akajon. Mana ko'ryapsiz akalar, bir hafta javob beraman. Mana bular uzun ekan aka, qarang. Barcha boshqachalar mana. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. 3 oylikmi aka bular? 3 oylik 4 oylik atrofida. Yeb ichlariga, tani joniga bir javob beriladi. Aka bular qanchadan qo'ydingiz? Narxi qanchadan? Narxi 3,5 milliondan kami bor akajon. 3,5 milliondan xayri bor. Aka olgan odam baraka topadigan qo'ylar mana. Ko'ryapsizlar, 3,5 milliondan kami bor. Aka bozor narxi qotdimi? Qancha qilsangiz sir bo'lmasa. 3 million 100 dan qilyapti aka. 3 million 100 dan bermadingiz. Hozir ham qolsa, xudo xolasa. Xudo xolasa beramiz. Akalar mana qo'y olaman deganlar, qo'zini yaxshi olaman deganlar Jizzaxdan, Surxondaryodan bu yoqdan kelishibdi. Kelib, tanlab olsanglar bo'ladi. To'g'rimi aka? Bemalol. Tirik vazni qancha shunaqa aka? 25 kilo bormi? Tirik vazni. 30 kilo ham bor oldi. 30 kilo ham bor, 30 kilodan 20-25 kilo atrofida. Shunaqa. O'ziga qarab baho savdo bo'laveradi, to'g'rimi? O'ziga qarab baholab beradi. Kelaverishingiz kim? Olimjon. Olimjon akamizniki. Kelasizlar hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari asosan kelib, uchasizlar, chiroyli tanlab berasiz o'zingiz. Haligi olgan maslahatchisiga boq. Uyda ham bor aka. 100 ta bor. Hovli qayerda? Yo'q, Zominda o'zing olib kelasizlarmi? O'zingizdan kelasizmi yo'qda? Mana akamiz o'zlari Zominli akamiz gap bo'lsa-ku. Kelaversa Olimboy aka. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersin, kuninglar xayrli bo'lsin aka. Assalomu alaykum, Xolmay aka. Hurmatli obunachilar, qo'yish bozori uchun bo'g'oz qo'y bo'lsa, bo'g'oz qo'ylarimiz bor. Undan tashqari ona bolalar ham bormi aka? Ona bola. Mana akamiz o'zlari tanib olasizlar. Ismlari Mashrab. Akada xudo ishonchli qo'ylar bor. Bor. Bemalol kelasizlar, ishonchli. Chiroyli Mana. bo'g'ozlari bor. Bu sizdan aka bu ham? Bu nima bu yerda? Ona bolami nima? Uchala sarig'i sotildi. 3 ta sariq sotib katta yirik. 17 million. Bir joyda quyuq suv 17 ketdi. Aka olgan ham sotgan ham baraka topsin. To'qlov nima aka bular? To'xtilar ular. Qanchadan narxlar? 3,5 dan kami bor. Akalar mana 3,5 to'qlov kami bor. Kami bor. Gap yo'q.
Mana bu yoqqa o'tamiz. 5 milliondan bo'g'oz qo'ylar. Bo'g'oz qo'ya olaman deganlarga mana yiriklari, uzunlari kelibdi. Xudo xolasa, necha boshdan aka bu yerda? Bitta 15 ta. 15 bosh bo'g'oz hovlida turibdi. Yirigi. 4 milliondan qilyapti, bermaydi. 4 milliondan bir joyda quyuq suiqot bermayapsiz. Sal xush kelishga chiqishingiz, to'g'rimi? O'z qancha so'rayapsiz? 5 dan kami bor. 4,5 bo'lsa ketadimi aka? Yo'q, undan ozgina silaveradi. Vo, akalarim 4,5 dan kami bor. O'zlari 5 so'rayotgan ekan, bu akamiz olgan odam kam bo'lmaydi. Ko'rasizlar, xudo xolasa yurgizib, tekshirib, yeyishiga bir qap javob beradigan qo'ylar mana shu bo'ladi mana. Sog'lom qo'y. Hammasi bo'g'oziga aniq aka. Undan muammo bo'lmaydi. Gap bo'lsin. Kelaverasizlar, yangi to'g'ri. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Bozorda tug'ib qo'ydim aka. Mana shu qo'yimiz hozir tug'ildi mana. Akalar qiziqqanlar bor. Urg'ochi bolasi. Bola urg'ochi, xudo xolasa. Bo'g'oz qo'yimiz haligi 15 ta qo'ydan bittasi. Bittasi tug'di, mana olib kirib qo'yishdi. Xudo bu ham sotiladi aka. Xudo urg'ochi. Qancha bunga o'sha narxmi? Qo'shiladi hozirga. Bunga 5 million bersam berib yuboraman. Ana akalar, xudo xolasa mashinalarga uchrashasizlar. Xohlaydi tug'dirib beradi. Ha. Mana bunaqa varianti ham bor. Yetu bo'g'ozda. Jonivori qarang, voy jonivori. Aka, xudo xolasa savdolarni beraversin. Gap bo'lsin mana. Bo'g'oziga aniqda bu yog'i. Ha, 100 ta. Mana ko'ryapsiz. To'g'ri, qo'yib qo'y. Charchamanglar gap. Bozor. Buni ham sotildi, akam sotdilar bu yoqda, xudo xolasa. Mana ikkita ona bo'ladi. Ko'ryapsiz, yirigidan kattasidan. Bolalarni ko'ryapman. Bolalar nima aka buni? Bolalar katta ekan, bolalar ham. Kelasi ham yerda. Qancha bo'ldi aka? 4 tasi bir joyda. Ikkita ona bu. Kelasini 17 millionga berdi. Mana ikkita ona bolani, xudo 17 million baraka qilishdi. 17 million, ha. Gap bo'ldi, zo'r. Mana bolasini qarang, bu tomonda ekan bolasi. Mana. Qo'y jonivor, bo'ldi. Qo'chqor. Kelasi ham qo'chqor. Rangini, junlarini cho'tkiligini. Zo'r boqadigan Olgan odam maza qiladi, xudo xolasa. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin. Ko'rasizda ham variant bor. Bor. Bolali ham bor. zo'r ham bor uyda. Agar ko'raman desa, Qiziqqanlar bo'lsa, akamizga kelsanglar, bo'g'ozi ham bor, egizi ham bor, bitta tuqqani ham bor. Qo'y variant hammasi bor. ha, Qo'chqor ham bor. Qoldirsa qoldiramiz nomer. Ayting nomeringizni. 33lik. 33lik. 188 54 Mashrab aka, aloqa chiqasizlar, xudo bu akalar oilaviy biznes qilsalar, ko'p hammasi. Akukalar, ha. Charchamanglar, sog' bo'linglar, gap bo'lsin. Assalomu alaykum. Qo'shqor akasiz ham bu yerda. Qo'shqorlar yiriklar aka. Katta, mana bu tomon 100 kilo deb aka mana. Zo'r mana. Tomon o'taylik hozir. Zarur. Uzr aka. Kanal orqalardan Ammo ko'ramiz, qo'shqorlarni ko'ringlar akalar. Qo'shqorlar bitta o'zotni olsa qiling mana. Mana. Xudo xolasa qo'shqorni zo'rni olib kelibsiz. Mana olib boqaman deganga, so'yaman deganga zo'rlar, to'g'rimi aka? Bular narxi qanaqa bo'lyapti bu tomonniki mana shu? 6,5 dan. 6,5 dan bu tomon. Bu tomon. 6,5 dan kami bor. Taroziga ham berilaveradi. Bu tomon jokajon. Mana bu tomon 5,5 dan. 5,5 dan kami bor. Kami bor. Okalar bu tomonda xudo xolasa qo'shqor zo'rlari taroziga ham beriladimi? Taroziga ham beriladi. Qanchadan to'g'ri keladi? Mana tomon 80 dan, bu tomon 78 dan. 80 mingdan taroziga bu tomon qo'yib beriladi. Xohlovchilar uchun bu 78 dan qo'yib beradi, xohlovchilar uchun. Bunaqasiga ham bunaqa sotiladi. 2,5 dan. Pulni shtirni tansa bo'ldi. Gap shtirdi. Shtirdi deya. Okalar mana. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi mana shu qo'ylardan. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni beraversa, aka kuningiz xayr bo'lsin. Mana tog'ani o'zlari. Charchamang tog'a. Ismingiz kim edi aka? Ismingiz kim edi? Bahodir. Bahodir akam qo'ylar. Bahodir aka charchamang, oilangizga bosh bo'ling, charchi kuningiz xayr bo'lsin. 54 yarim. Savdoni ko'rasiz. 54 yarim. Bozor ashadiylar keladi. Savdo ko'rasiz. O'zi 54 rak beraman, qanday 55 deydi. 54 rak beraman. 54 yarim bo'ldi. Ma'lum o'sha shavaga. Zeranni qilib. Savdo bo'ldi. Oxirda. Bir, bittami? Ikkita? Uchta. Bitta, mana shu bitta savdo bo'lyaptimi? Savdo bo'lyapti akalar mana. Oson qoldi 54 yarim bo'ldi. Oson olmasin. Ayni shu. Kerak emas. Akalar savdo bo'ldi. Mana shu qo'shqorimiz savdo 54 yarim bo'ldi. Mana shu to'g'rimi? Kim sotadi ekan, sanmi? Oraki, qaysi biri bo'laman? Odan ashadiylari bor, mayli, bozorlarni bersin. Baraka bo'ldi akalar, olgan ham, sotgan ham baraka. Men bu aka? Ha, o'sha oxirda haydashmadik. Aka 5 million 450 ming bo'ldi. Молодец. 54 yarim, ha?
5.450 ming. Aka, buyursin. Lekin savdodan zo'ri bo'ldi lekin. Gap yo'q lekin. Bo'ldi aka, gap yo'q. Mana yeni to'ra mana. zo'r olibdi lekin. Bo'ynini sal, sal katta qilib. Qoshingni biz bag'ada qo'ylar. Assalomu alaykum hormang. Bu taka necha yashar? 3 yashar taka keldi, xudo xolisi. Yirik ekan. Shoxini qarang buni. Narxi qanaqa bo'ldi? Narxi 29 lira. bozor 2900. O'ziga qancha so'rasizlar? 3.5. Kami bor-a? Qayerga chiqsa? Shundan kelinglar. Молодец. Ro'za qilsa qancha chiqadi biri? Chiqadimi 50 kilo? Молодец. Ana urug' olaman deganlarga yirik taka ekan-a? Mana Lipoy soatga kelib 3 lira. Молодец, молодец. Katta ekan ham. Savdolarni bersa, charchamaylar. Yeb ichish yaxshimi? Urg'ochi yo'qmi buni? Urg'ochi yo'qmi bu yerda? Patakani o'zi. Charchamaylar, kamida o'zi. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayr bo'lsin. Assalomu alaykum. Biz ona bolamiz mana. Bolasi nima aka? Bola urg'ochi. Necha kunlik bo'ldi? Bir haftalik? Gap. Yeb ichishi, tana joni zo'r. Qancha so'rasiz? 5.5 so'rasiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Ozgina savdo bo'lmadi, bo'ldi aka. Ona bo'la olaman, kichkina ekan-a? Birinchi tug'ishimi deyman-da? Birinchi tug'ishim. Savdolarni bersa charchamayman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum hormanglar aka. Ona bola, bolasi qo'chqor. Aka mana. Uzun qo'y ekan. Bolasi bir 15 kunlik ekan. Dog'on yeb ichi javob. Tani joniga javob beriladigan sog'lom qo'y mana. Uzoq topib qo'ylik. Narxi qancha bo'ldi aka? Narximi? Ha. Kami bor, xayri bor akalar. Yeb ichiga javob, tani jon bola qo'chqor. 3-chi bolasi. Bolasi qo'chqor mana. Biroz hammam ko'rmagan shu. Ozgina mehr bersa, o'zgarib. Egasini ham yaxshilab olib qo'y aka. Chiroyli bo'lib. Shep o'zlari mana. Yaxshi pul bersa yaxshi pul bersa egasi bilan ketadi. Nima? O'gara qolgandan baraka topadi, sog'lom qo'y. Zamonaga bir necha yildan beri shu bozorda yurar ekanmiz, ishonchli odamlardan. Okay, mana. Ko'p charchamang, oilangizga bosh bo'ling, savdolarni bersa kuningiz xayrli bo'lsin aka, charchamang aka. Assalomu alaykum. Yirik soliq olaman deganlar, bo'g'ozmi aka bu hammasi? Mana kattadan olaman deganlar. Bu tirik vazni chiqar bir 100 kilo atrofida shu aka. Oshada hammasi mana yirik soliqlar. O'ting. 4 ta yirik soliq, bo'g'ozligi aniq aka. Narxlari qanaqa bo'lyapti? Ha? 9 dan xayri bor. 9 milliondan mana shu bo'g'oz soliqlarimiz orqadan ko'rasiz mana. Yirik. 90 chiqadi bo'ylari. Chiqadi bemalol. Nechinsiga bo'ladi bu ham 1-2 mi? 2-3. 2-3 ga tajribasi bor qo'ylar ekanda, usta qaraydigan. Bozor narx qildi shu yerga? Bozor qancha qildi? Endi kirib kelinglar. Qo'yni zo'rni olaman degan niyat bor aka-ukalar bo'lsa, zo'rlari bu men yangi kirganlar Chinozga borsanglar, shu yerda bo'ladi. Aka nech pul ekanmiz? Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Aka avvommi bu? Avval mana bu yirik qo'y keldi. Xo'p, bitta avval, ikkitasi o'zimizni mesne aka. Avval qancha so'rayapsiz aka? Avvalga. 12. Sog'lig'i? Sog'liq, bo'g'ozligi aniq. 12 kami bor. Men bilan yondagilar aka. 9 kami bor. Bu 6.5 kami bor. Bo'g'ozi ham bilan hammasi bo'g'oz qisqasi. Normal. Mana bu chekadagi normal do'st. Bo'ldi. Ana qavg'on qo'yalaman deganlar bo'lsa 12. Uzilgan qarang. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersin.